Epiziotomiya qilinganida ko'krak suti bilan qanday emizish kerak? Ona o'tirib bo'lmaydi, unga qin sohasiga bosim qilish mumkin emas. Shuning uchun yotgan holatda emizib bo'lmasa, yarim yotgan holatda emizamiz. Biz uchun muhim narsa bolani olib og'zimizga yaqinlashtirish. Buni yostiq ustida qilish yaxshiroq. Va biz go'yo yarim o'tirgan holatda emizishni boshlaymiz. Bu yerda biroz harakat qilib ko'rishingiz, o'zingizga qulay holatni topishingiz mumkin. Muhimi, bola mana shunday mahkam ushlab turilishi kerak. Yana bir bor ko'krakni bukib, bolani ko'krakka yaqinlashtiramiz. Albatta, bu holatda uzoq vaqt taranglikda yotib bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingiz ostiga yostiq qo'yib, bolani yaqinlashtirib, biroz yostiqqa suyanishingiz mumkin. Qanchalik ko'proq yostiqni orqamizga qo'ysak, shunchalik qulayroq bo'ladi. Epiziotomiya qilingan ayollarga o'tirish mumkin emas, shuning uchun bir sonimizga suyanib o'tirishimiz mumkin. Bu holda qinda bosim bo'lmaydi. Bolani emizishni yotgan holda ham qilishimiz mumkin, lekin bu har doim ham oson emas. Shuning uchun avvaliga qo'ltiq osti holatini ishlatamiz. Bu deyarli o'tirgan holatga o'xshaydi. Yana bir variant bor. Biz anatomik yostiqni olib, unga o'tirishimiz mumkin. Ichi bo'sh. Oddiy, byudjet variantlari mavjud va bu yostiqlar kabi chinakam anatomik variantlar mavjud. Unga o'tirish uchun biroz ko'tarilib, yostiqni ostimizga qo'yamiz va shunchaki o'tirib olamiz. Mana, endi bolani ko'krakka osonlik bilan tutqazishimiz mumkin bo'ladi.